Yaxshimisilar do'stlar, men Madina. Meni keldim. Bugun oyda o'qishdi. Mana ben qilishni o'rganamiz. Qaranglar, qiyamni o'xshab ketgani, unda biz bilganaylikmi? Avval qimmat yurkanlarning birini berib o'tgandan keyin davomiga nazar solgaysizlar. Avval biz yaxshi ko'radigan xurishlarni suvda bir pishirib olamiz. O'zinglar yaxshi ko'rgan seko'ytatlarni ishlasanglar bo'ldimi? Seko'ytatlarni bir ishkimda atrofida pishirib olgandan keyin suzib olamiz. O'g'lim appazroq ko'rishdimlab billaylichu degan ma'qul o'g'lim deb xotinning Ahmad markalik dalliq ko'rishni azroq dimlab qo'ydim. Zaytun bilan tuz qo'shib shunda pezdimlandi. Qachimizga yeri kam ushaq so'qilgan lazdan azroq solamiz. Andan pezdamning zirsini azroq solamiz. Pezdamning oq kunchini azroq solamiz. Mayni qizitib ustiga qo'yamiz. Mamimsal qizib ketgan tas qoldi kuyib qolg'ili. Andan pezdamning jangisini azroq bir qo'shiq tuz, bir qo'shiq shakar, undan boshqa achchiq suv, andan keyin kavachi maydan azroq sevitimiz shunlar. Shunda peyzi buldarlashtirsanglar. Ma usul bilan oilada bolalarga yilqi mallar cho'rqib pasalmishna peyz bulducumi. Andan 2-3 qo'shiq atrofida kunjut qiyamı ilib, andan ilman qaynaq suv aralashtirib, bunu suyuldirib olamiz. Bu qiyamga aralashtirib olsak, qaranglar. Vahshiy peyz bo'ldi ya, o'ng'icha seko'ytatlarimizni pishib tayyor bo'lganmiz. Yaxshi ko'rishimiz bo'yicha qiyamni to'kib, obdan aralashtirib, yesakli bo'ladi. Peyzdam tamog'ingizda bo'lmasin kam, ishlasangiz har dam uyingizga bo'lar hamijam. Ustiga ashko'kki, shovchonlardan chichib, yesanglar shunchalik peyz bo'ldi. Guruchlarimiz bunday yaxshi dimlanibdi. Sizlar o'rganib oldinglarmi? Do'stlar, oilada cho'qim qilib ko'ringlarmi? Inkas rayoniga qag'allarni yo'llab qo'ysanglar bo'ldi. Qo'llash yusini yurak berib tarqib qo'yishni tutib qolmanglar oilalarga. Xatirjamlik yer bo'lsin, kilar sanib ko'rishaylik. Xayr xo'sh.